Agar siz shar'iy nikoh asosida uylangan bo'lsangiz va sizga farzand ko'rsatmayotgan bo'lsa, unda nima qilish kerak? Ushbu videoni oxirigacha ko'ring, tushuntirib o'taman. Shar'iy nikoh asosida turmush qurishib farzandli bo'lishgan. Aynan farzand tug'ilib, o'sha metrga berayotgan jarayonda ota ishtirok etmagan. Ma'lum sabablarga ko'ra kela olmagan. Ayol farzandni yolg'iz ona sifatida rasmiylashtirgan, metrga olgan. Endi bolani ko'rsatmayapti ham va birga yashashdan bosh tortyapti. Ota murojaat qilyapti, shunday holatda nima qilishim kerak? Bolani ko'ra olmayapman. Ayolim mamla yashashdan bosh tortyapti, uchinchi shaxslar aralashyapti. Bunday holatda birinchi navbatda fuqarolik sudiga ariza bilan otalikni belgilash haqida murojaat qilinadi. Sud tomonidan DNK test tayinlanadi va DNK test natijasiga ko'ra agar ota bo'lib chiqadigan bo'lsa, unda otalikni belgilash haqida, ya'ni o'sha farzandni otasi, biologik otasi ekanligi haqida sud qaror chiqaradi. Va ushbu sud qarorini asos qilib turib, bolani ko'rish uchun yana sudga murojaat qiladi. Da'vo ariza bilan, ya'ni bolani ko'rish haqida. Bolani ko'rish haqida sud qaror chiqaradi va ma'lum bir haftada bir marta yoki 2 haftada bir marta vaqtlarini belgilagan holda qaror chiqarib beradi. Ushbu qarorga asosan bolani ko'rish mumkin bo'ladi. Agar sud qarori chiqqandan keyin ham bolani ko'rsatishdan bosh tortsa, sud talabini bajarmasa, unda bu ota Majburiy ijro byurosiga ariza bilan murojaat qilib, sud qarorini bajarmayapti va bolani ko'rsatishdan bosh tortyapti deb murojaat qilsa, birinchi safar ma'muriy va ikkinchi safar jinoiy ish qo'zg'atiladi. Agar sizga ham huquqiy maslahat kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qiling. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kuzatib boring.